Qimmatli yurtdoshlar, keyingi kunlarda O'zbekistonda va Turkiyada ijtimoiy tarmoqlarda keng ko'lamda tilga olinayotgan masalalardan biri Mubashshir Ahmad. Haqiqiy pasportdagi ismi Alisher Tursunov bo'lgan shaxsning Turkiya maxsus xizmatlari tomonidan qo'lga olinib O'zbekistonga jo'natilishidir. Bir o'zbek ziyolisi sifatida qisqa misollar bilan bu masalani chuqurroq tahlil qilishga harakat qilamiz. Umuman olganda Alisher Tursunov kim edi? Alisher Tursunov, ya'ni Mubashshir Ahmad, O'zbekiston fuqarosi hozirga qadar va O'zbekistonda yashab turgan vaqtda bir necha diniy tashkilotlar, idoralarda faoliyat ko'rsatgan, Azon vaqfining tashkilotchisi, Azon media o'sha nashriyoti va Azon media kanallarini tashkilotchisi sifatida bilamiz. O'zbekistonda yashab turgan davrda Mubashshir Ahmad o'zi ishlab turgan ish faoliyatidan, ifoda shaklidan tufayli o'z ishlab turgan ishidan uzoqlashgan va 2020-yillardan keyin Turkiyaga ko'chib o'tgan. Turkiyada ham ayni shaklda Azon vaqfidagi faoliyatini davom ettirgan, Azon media faoliyatini davom ettirgan va shu bilan birga Mezana Xalqaro Islom akademiyasi nomi bilan Qur'on kursi, Qur'on ta'limi kursi, ya'ni tashkil qilgan. Bu yerda juda ko'pgina o'rtoqlarimiz aytishi mumkin, Mezana bu akademiya deyishi mumkin, lekin bilishimiz kerak bo'lgan ba'zi xususlar bor. Akademiya unvonini olib bilishi uchun bir muassasani, albatta uni o'zini ilmiy tekshirish institutlari bo'lishi kerak va ilmiy tekshirish institutlarida bugungi kunda o'sha dissertatsiya deganimiz ilmiy nomzodlik yoki doktorlik ishlari yoqlanib, ular jamiyatga taqdim qilingan bo'lishi kerak. Mubashshir Ahmad bilan bog'liq holatga huquq targ'ibot organlari, advokatlarning aralashuvi g'oyat normal bo'lishi kerak bo'lgan jarayon, lekin chetdan turib aralashayotgan ba'zi diniy oqimlar, nodavlat tashkilotlar, qanaqadir partiyalar, o'zini yuridik shaxs deb ifoda qiladigan jamoalarning fikri ommaning fikrini noto'g'ri shakllantiryapti. Masalan, go'yo Mubashshir Ahmad absolyut mazlum, ya'ni aybsiz, Turkiya maxsus xizmatlari aybsiz bir insonni ushlab turib O'zbekistonga jo'natib yubordi va O'zbekiston uni aybsiz bir shaklda ushlab turibdi degan haligi fikr, tasavvur hosil qilishga harakat qilinyapti. Aslida unday emas. Holbuki biz Mubashshir Ahmadni yillar davomida nima bilan bilamiz? O'zbekiston aholisini, umuman o'zbeklarni so'zli yoki yozma bir shaklda ota-bobolarim hammamiz go'yo yoppasiga musulmon edik. Bugun haligi diniy e'tiqodi keskin sekulyar qatlam bular murtad shaklidadir. Ya'ni murtadni dinan hukmi o'limdir deganga o'xshagan ko'plab chiqishlarini bilamiz. Bu aslida istar Turkiyada, istar O'zbekiston, istar xalqaro qonunchilikda to'g'ridan-to'g'ri jinoyatga tashviq sanaladi. Fatvo ya hukm shaklida aytilgan bunaqa gaplar albatta qanaqadir diniy, haligi o'zini ulamo deb biladigan kishilar tomonidan aytilmasligi kerak. Qolaversa O'zbekiston, O'rta Osiyo bilan biz bilishimiz kerak bo'lgan ba'zi haqiqatlar bor. Albatta Chor Rossiyasidan keyin SSSR tarkibida uzun yillar mustamlakada bo'lgan davlatimiz u yerdagi ma'lum ideologiyalardan uzoqlashish maqsadida, ya'ni o'z dinimizga qaytdik degan ma'noda dinga keng yo'l ochib berdi. Lekin biz qadimdan beri, ya'ni arab istilosi davrida nima qildik? 400 yil arablar bilan kurashgan bo'lsak, bu genosid, ya'ni bu qatl-omdan omon chiqqandan keyin ham uzun yillar davomida O'rta Osiyo xalqlarining katta qismi islomiyatni qabul qilgan emas. Biz bu haqiqatni faktlar bilan, tarixiy manbalar bilan aniq qabul qilib, haligi o'zimizga singdirib bilishimiz kerak, hazm qilib bilishimiz kerak. Oddiygina mana tinimsiz o'sha xalqni ichki gijgijlash, mintaqadan nizo chiqarish yoki urush qo'zg'ash ma'nosida fikrlar aytish o'rniga bilishimiz kerak bo'lgan ba'zi jihatlar bor. Oddiygina arab istilosi davrida Qarnab degan urug' haligi o'sha Misrdan O'rta Osiyoga keladi. Ming yillar davomida biz bilan birga yashab turgan bir urug' sanaladi va bu urug' o'zini pagan e'tiqodidan hech qachon voz kechmagan. Bugun Samarqandda, Navoiyda, Buxoroda, Toshkentni haligi Toshkent viloyatida Qarnab urug'lari bor. Qolaversa uzoq borishning hojati yo'q. Namanganda, ya'ni o'sha Mubashshir Ahmad bilan ayni hamshahar bo'lgan Boborahim Mashrab haqida gapiradigan bo'lsak, Boborahim Mashrab baliqchidan haligi nimaga o'tgandan keyin, o'sha daryodan, irmoqdan o'tgandan keyin bir qizni ko'rib qoladi, oshiq bo'ladi. Qumtojini qizi deydi, podshohning qizi, ya'ni qirg'iz podshoh deydi kimlardir o'sha hali ko'chmanchi podshoh deydi va hokazo. Qizga oshiq bo'ladi va qiz g'ayridin, musulmon emas, qizga islomni tushuntiradi.
Qiz haliga uni qabul qilganday bo'ladi, lekin otasi ma'qullamaydi. Bizga to'g'ri kelmaydi deydi. Bugun Quntojini hududlariga qarasangiz, O'sh, Jalolobod, Andijondan quyidagi hududlar, shu hududlarda yashagan inson 18-asrgacha bizni o'z aholimiz o'rtasida islomiyatni qabul qilmagan qatlamlar bor ekan. Biz bunaqa masalalarni haligi keraksiz deb tahlil qilishimiz juda ham noto'g'ri. Undan tashqari mana Bashir Ahmad faqatgina haligi murtadlik, kofirlik masalasi bilan to'xtab qolmadilar. Yillar davomida ayollarga nisbatan diskriminatsiya haligi nima qilib tashviq qilib keldilar. O'ranmagan ayol haligi yerga tushgan harom konfetga o'xshaydi. Shayximiz bu iflos nimaga kirdi dedi, apelsinga o'xshaydi deganga o'xshagan. Yoki bizning haqiqiy kiyimimiz paranji, chachvon deganga o'xshagan. Paranjini haqiqiy so'zi, lug'aviy ma'nosi yo'q paranjini. Paranjini lug'aviy ma'nosi Frenchi so'zi, fransuz rohibalarining kiyimi. Mana 1800-yillar, 1960-yillargacha hatto Angliyada o'sha qora chachvon shaklida yurgan rohibalarni ko'rishimiz mumkin. Ommani ichida ham hali ommalashgan bu. Faqat Fransiyadan, ya'ni o'sha fransuz rohibalaridan keyinchalik Usmonliga kirib kelgan firaji shaklida, undan keyin o'sha 18-asr oxirlarida O'rta Osiyoga kirib keladi paranji shaklida. Insonlarni paranjiga tiqish masalasi, bu oddiygina qilib aytadigan bo'lsak, juda jiddiy bir haligi ayolni jamiyatdan siqib chiqarish masalasi, jinoiy masala. E'tiborni tortadigan yana bir jihat 2020-21-yillarda Mubashir Ahmad Aqso meniki, Aqso bizniki hashtaglarini targ'ib qilib, Qudus bilan bog'liq chiqishlar qiladi. Ilk qaraganda bu albatta o'sha Isroilning uzun yillar G'azo sektoridagi siyosati yoki qonli to'qnashuvlarga qarshi, ya'ni urushni to'xtatish maqsadida qilingan beg'araz harakatday bo'lib ko'rinadi. Sog'lom aql, sog'lom ruhga ega har qanday inson albatta har birimizni avvalo vijdon burchimiz, vijdon masalamiz bu urushni to'xtatishni talab qilish. Bu istar Falastin, Isroil urushi bo'lsin, istar Ukraina, Rossiya urushi bo'lsin, urushni to'xtatishni talab qilish har birimizni vijdon masalamizdir. Lekin nima uchundir o'zbek segmenti bu Aqso meniki, Aqso bizniki hashtaglarini bir ig'vo urug'iday qabul qilib, avval o'zaro urushib tortishib ketadi, bir-birini kofir e'lon qilishlar, bir-biridan qutulishga harakatlar, keyin esa urushni to'xtatish degan maqsad, g'oya bir chekkaga qolib ketadi-da, bizni o'sha o'zbek segmentidagi yoshlar to'g'ridan to'g'ri bu urushni bir parchasi bo'lish, ishtirokchisi bo'lish, qo'lga qurol olib haligi Falastinga yo'l olish, qo'lga qurol olib jihad qilishga o'xshagan haligi agressiv fikrlar bilan chiqishni boshlaydi. Qizig'i, o'sha davrlarda Isroil va Falastin o'rtasida aktiv poligon, urush maydoni hali ochilmagan edi. Qonli to'qnashuvlar bo'lsa-da, hali urush maydoni ochilmagandi. Lekin har birimiz biladigan boshqa bir haqiqat bor edi. Pandemiyadan keyin Arab bahori Suriyada urush tugagan edi. Suriyada yig'ilib qolgan yoki Suriya orqali boshqa yaqin davlatlarga, Turkiyaga va hokazo davlatlarga o'tgan katta miqdorda O'rta Osiyo, Tojikiston, O'zbekistondan ayniqsa katta miqdorda jangarilar yig'ilib qolgan va ularning kelajakdagi taqdirlari mavhum edi. Bu qadar haligi o'zbek segmentini o'zaro juda katta haligi to'qnashuvi, bir-birini haligi kofir e'lon qilib, bir-birini o'ldir kes darajasigacha borishi, Isroil elchixonasi oldida ikkita yosh talabani borib haligi portlatish harakatlariga o'xshagan harakatlarni bo'lganligiga qaramasdan, Mubashir Ahmad bir marta bo'lsa ham chiqib, o'rtoqlar, bizning maqsadimiz yangi urush poligonlari ochish emas. Aksincha, urushni to'xtatishni talab qilish degan hech qanday chiqish qilmaydi. Suriyada hukumat o'zgargan kunlar, ya'ni ham aniqroq aytadigan bo'lsak, o'sha jangari guruhlar tarkibida bizning O'rta Osiyolik jangarilarni ham moli, jonini fido qilib yangi bir islomiy davlat qurdik deb xayol qilib turgan paytda Suriya hukumati sekulyar qonun qarorlar olishni boshlaydi va o'sha kunlarda Mubashir Ahmad ekranga chiqib, O'rta Osiyolik jangarilarni yo bu sekulyar qonun qoidalariga moslashish kerakligini yoki O'zbekistonga jo'natilishi, O'zbekistonga transfer qilinishi kerakligi masalasini hukumatga aytib ko'tarib chiqadi.
Albatta bu yerda ko'pchilik o'zbek xalqi bu jumladan juda g'azablanadi, lekin bizni e'tibor qaratganimiz boshqa masala. 2020-yilda Suriyada o'sha Arab bahori urushi tugaganligi, norasmiy bo'lsa ham tugaganligi va o'zbek O'rta Osiyolik jangarilarni taqdirlari mavhum bir paytda ajabo tinimsiz hali Falastin Isroil urushi yo'q edi, yangi poligon yo'q edi. Tinimsiz O'rta Osiyodagi yoshlarni Quddus va Falastinga yo'naltirganda Mubashshir Ahmad u yerda yangi poligon ochilishini bilarmidi ajabo? Ya'ni bu savol albatta istar-istamas insonning xayoliga keladi. Ikkinchi bir jihat, bugun Falastinda, ya'ni Isroil va Falastin o'rtasida yangi bir poligon mavjud. Suriyada demakki bizni jangarilarimiz ish bitta eshak loydan o'tdi tarzida sig'ishtirilmayapti. Albatta bu jangarilarni qayergadir yo'naltirish uchun tinimsiz haligi o'zbeklardan, ya'ni aynan o'zbek yoshlariga o'zbek tilida birlashish, jihod yo'lida birlashish, yangi bir anaqa qurish, ya'ni olib qaraganda aslida jangari jihod guruhi, ya'ni birlashib turib qurish, moliyalashtirish bilan bog'liq o'sha qurilgan jumlalar, aytilgan fikrlar Mubashshir Ahmadni 2020-yilda aytgan fikrlarni uzviy davomimi? Bu narsalarni albatta o'tirib tahlil qilish kerak bo'ladi. Juda qiziq bir tazod, o'zini shu darajada fidokor, jonkuyar hisoblaydigan Mubashshir Ahmad Falastin uchun jihod qilish, o'lish masalasini tinimsiz o'zbek yoshlari yelkasiga yuklaydi. Mana 5-6 yil davomida bir marta bo'lsa ham biz eshitdikmi haligi turk yoshlarini jihodga chaqirganligini. Mayli, o'zi qo'liga qurol olib Falastin uchun jangovar haligi kurashmasin, lekin Mubashshir Ahmad katta iqtisodiy imkonlarga ham ega inson. Oddiygina o'sha azon vaqfida Qozog'iston, O'zbekistondan borgan hoji aka, mulla akalar yoki o'sha tijoratchilar katta ehsonlar evaziga, ya'ni boyitilgan bir tashkilotga ega va hech qachon moliyaviy taftish, reviziya qilinmagan bir tashkilotga ega. Biz bugunga qadar bir marta bo'lsa ham eshitdikmi, Mubashshir Ahmad xalqaro huquq haligi mutaxassisini yoniga olib Isroilga rasmiy chiqish qilibdi, murojaat qilibdi, bu urushni to'xtatish bilan bog'liq degan qanaqadir bir ma'lumotga egamizmi? Mazlumlar, ya'ni Dernagi assotsiatsiyasi, o'sha nodavlat tashkilot, Turkiyadagi mazlumlar bilan bog'liq nodavlat tashkilot Mubashshir Ahmadni o'zbek yoshlarini tinimsiz jihod guruhlari tuzish, jihod yo'lida birlashish bilan bog'liq da'vatlari, ya'ni bu bilan bog'liq haligi munosabatini bilarmikan? Buni olib qaraganda aslida jihod guruhlari tuzish degani jangari guruhlar tuzish, ya'ni IShID jihod guruhi, Al-Qoida jihod guruhi edi. Bundan tashqari Turkiyadagi o'zbek bloger Sanjar Xo'ja Mubashshir Ahmadni Xudopar partiyasi himoya qilib chiqayotganligini aytadi. Xudopar partiyasi uzun yillar davomida Turkiyada PKK terror tashkilotiga aloqadorlik bilan tanilgan partiya emasmidi? Xo'p, ular Mubashshir Ahmadni qayerdan taniydi? Kim sifatida taniydi? Qanday yaqinlik yoki asosga ko'ra himoya qilish ehtiyoji sezdi? Yana Mubashshir Ahmad O'zbekistonga ekstraditsiya qilingandan 3-4 kun keyin Turkiyadagi Ismoil og'a, o'sha diniy oqimining lideri Jubbali Ahmad O'zbekistonga keldi. Bu albatta tasodif emas, chunki Mubashshir Ahmad Turkiyaga ko'chib o'tgan ilk oylarda, ilk kunlardayoq Istanbuldagi eng qaltis strategik hudud bo'lgan o'sha Istanbul Balatdagi Yunon Rim monastirini to'g'risida joy olgan Ismoil og'a jomesini yonida Ismoil og'a jamoatiga tegishli bo'lgan binoda, 4 qavatli binoda Mezana Islom akademiyasini ochdi. Albatta bu ma'lumotlarni hammasini yagona bir sabab bilan yurtimizni tinch osoyishtaligi, hech bir ota-ona osonlik bilan farzandini 17-18 ga kirgizmaydi. Farzandlarimizni tinchligi, baxti, barqarorligi uchun jiddiy tahlil qilib ko'rishimiz kerak. Lekin bu shu degani emas. Mubashshir Ahmadni haqiqatdan aybi bo'lmagan holatda uni kulfatidan xursand bo'lish, uni kulfatini haligi qutlash kerak degan ma'noni bermaydi. Albatta har bir narsa to'g'ri shaklda, to'g'ri shamoil bilan o'z o'rnida to'g'ri tahlil qilinishi tarafdorimiz.